Hidi zo'r ekan, lekin buni original bilan birga bir ekan. O'zimga oldim, endi senga ham bitta yaxshi atrdama beraman onasi. Ha, tinchlikmi? Erkak kishi ayoliga sharoit qilib berish kerak. Xo'p. Biz ayollar shu darajada noshukur bo'lib ketganmizki, erimizdan haddan ziyod narsalarni so'rab yorganmiz. Erkak kishi ayoliga zo'r sharoit qilib berishga majbur emas, lekin yashashi uchun yetarli sharoit qilib berish kerak. O'ylab qarasam, chiroyli uyim bor, uyimda chirog'im, gazim, oqib turgan suvim bor. Xolodilnigimizning ichida juda ham ko'p bo'lmasa ham, yeyishga yetarli ro'zg'orimiz bor. Aslida bu narsalar ko'p ayollarning ko'ziga ko'rinmaydi, lekin shu narsalarga ham shukr qilishimiz kerak. Ana o'shanda baraka bo'ladi. Hozirgi ko'pchilik ayollar talabidan ortig'ini so'rash bilan ovora. Shunaqa oilalar borki, uyi yo'q, uyi bo'lsa chirog'i yo'q, chirog'i bo'lsa suvi yo'q, suvi bo'lsa ro'zg'ori yo'q. Biz juda noshukur bo'lib ketdik. Erimizni topganiga qanoat qilmay qo'ydik. Yana ham zo'r sharoit qilib bering deb umrimizni o'tkazyapmiz. Xo'sh. O'ylab qarasam, menga shunaqa sharoitlarni qilib berganingiz uchun sizga bir marta ham rahmat etmagan ekanman. Siz bu qilib berayotgan narsalaringizga hech ham shukr qilmagan ekanman. Rahmat adasi. Qo'lingizdan kelgancha, imkoniyatingiz boricha menga shunaqa chiroyli sharoit qilib berayotganingizga kattakon rahmat adasi.